Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Birgalikda raspakovka qilamiz. Hozir hayajonli damlar odatdagidek va ichida nima ekanligini bilmaymiz. Birgalikda ko'ramiz nima borligini. Buni ochadi endi. Taxminan nimaligini bilaman, baribir ochib o'zingiz ko'z bilan ko'rmaguncha bu narsa deyish qiyinda. Chunki buni olib kelgan odam aytdiki, tug'ilgan kuningiz qachon dedi, sentyabr desam, oho dedi. Lekin bari sentyabrda kutmasdan buni olib kelishdi. Juda ham xursand bo'ldim gapni ochig'i. Hozir buni birgalikda ochamiz va ichida nima borligini ko'ramiz. Faqat o'ralgan ekan. Oho. Ana bo'lmasa. Qaranglar. Bu bitta emas, bir nechta ekan fillar. Bunun için fillar oilasi ekan bu. Mana bolasi bor ekan. Kichkinagina bolachasi filda. Mana onasi ham bo'lishi kerak. Ha, yo'q, bu ham kichkina bolasi. Bu kenjatoy ekan. Bunisi katta bolasi. Kichkina bolasi. Onasi. Yo, bu dadasi ekan. Dadasi, chunki kattaroq mana. Yaxshi-da. Yana bitta serfarzand ekan-da bular. 3 ta bolasi bor ekan mana. Bu eng katta bolasi. Bak mana. Otasi, onasi, katta bolasi, o'rtanchasi va kichkinasi. Ko'zlarini qaranglar. Dahshat-a? Chiroyli filchalar. Sog' bo'linglar. Sovg'a qilgan do'stlarimizga yana bir marta rahmat. Omon bo'linglar.